Agarda ishlaringiz yurishmayotgan bo'lsa, musibatlar ortidan musibatlar kelayotgan bo'lsa, alhamdulillah deb ayting. Chunki Alloh taolo o'zini sevgan va tanlab olgan bandasini gunohlaridan mana bunday musibat va sinovlar bilan poklaydi va yana kamiga jannatdagi boradigan joyini oliy martabali qilib qo'yadi. Banda hech qachon qo'rqish kerak emaski, qachonki unga musibatlar va sinovlar va hayotida qiyinchiliklar duch keladigan bo'lsa, ammo banda juda ham qattiq ehtiyot bo'lish kerak va juda ham qattiq qo'rqish kerak va o'zini asrab yurish kerak bu narsadan. Banda namoz o'qimaydi, Robbisiga osiylik qiladi, gunohlar qiladi, ammo ortidan tinmay ne'matlanib turaveradi. Mana shu holatdan banda o'zini o'ta ham asrash kerak. Bundaylarni Alloh o'z ne'matlari bilan makr qilib aldab qo'ygan. Alloh taolo ularni istidroj qiladi. Qur'onda aytganidek, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Ularni bilmaydigan tarafdan istidroj qilamiz. Ya'ni banda gunoh ish qiladi, ortidan Alloh unga ne'matlar bilan uni makr qilib aldaydi. Va mana shunday qilib u bandani tubanlikka tushirib boraveradi va oxir boradigan joyi uni jahannamgina bo'ladi. Ular qilgan gunohlariga na musibat oldilar, va na qiyinchilik ko'rdilar va hech qaysi gunohlardan poklanib olmadilar, balki mana bu ne'matlar bilan aldanib qoldilar. Alloh saqlasin.